Pep Guardiola Abduqodir Husanov nega maydonga tushmayotgani sababini ochiqladi. Angliyaning Manchester City klubi bosh murabbiyi Josep Guardiola Abduqodir Husanov nega maydonga tushmayotgani haqida fikr bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis Wolverhamptonga qarshi bahs oldidan o'zbekistonlik futbolchi haqida gapirdi. Bournemouthga qarshi bahsda Husanovda sariq kartochka bor edi. Shu bois tavakkal qilishni istamadim va uni zaxiraga olishga qaror qildim. Shunda O'Reilly qanotga o'tdi, yoshga Guardiola esa markazga ko'chdi. O'sha paytda Niko bunchalik ko'p maydonga deb o'ylamagan edim, lekin u ishonchni oqladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, Nunes, O'Reilly va Guardiola birgalikda barqaror o'yin ko'rsatmoqda. Jamoaviy harakatlari ham ancha yaxshi. Sababi shu. Bu shuni ko'rsatadiki, hech kimning asosiy tarkibdagi o'rni kafolatlanmagan. Lekin futbolchilar ertaga maydonga tushmayman deb ham o'ylamasligi kerak, deydi Guardiola. Siz nima deb o'ylaysiz? Husanov yana asosiy tarkibga qayta oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.